Assalomu alaykum, hurmatli aziz kanalimni kuzatayotgan qadrli do'stlar. Men Novosibirsk shahridaman. Novosibirsk shahrini bir judayam chekka bir hududlarida. Qayerdaligini to'g'ri bilmayman, lekin judayam olisda yashayapmiz hozir. Novosibirsk shahridan bir 200-300 kilometr orqalikda, uzoqlikdamiz. Xullas, o'rmonni qirg'og'ida, o'rmon chekkasidamizda. Mana shu yerdan boshlanadi, ichkari polni juda katta bepoyon o'rmon. Mana bu siz ko'rib turgan uy, shunaqa uylar hozir judayam ko'p ekan mahallada. Hayron qolasizda bu uylarni ko'rib. Odam bir paytlar yashagan, hayot qaynagan. Hozir esa hech kim yo'q. Katta sasna o'sib yotibdi tepasida. Bo'sh yotibdi mana. Prosta sizlarga ham ko'rsatgim keldi-da. Darvozalari lekin qulflangan. Hech kim yashamaydi. Ajoyib manzara. Atrofingiz o'rmon. Katta o'rmon. O yoqda quduq turibdi ana bu. Suv chiqaradi shunda. Toza suv ichsa bo'ladi. Men hali ko'rdim, suv bor ichida. En qizig'i juda ham tabiat chiroyli, go'zal joylar. Menga qarang, mana shu uylar hali bilmayman, bir 50-60 yil yashaydigan sostoyanida mana. Hech kim yashamaydi, tashlab ketilgan. Hech kim yo'q. Xazayiniga zor, hech qulf. Hatto mana bunaqangi rushotkalarigacha qolgan saqlanib. Agorod tepada antenasi ham bor, televizor ko'rishga mumkin bemalol. Agorodlari ham kattagina ekan. Lekin hali hech kim yashamagan, orqa tomonlari juda katta bo'lmay ketgan, bosib ketgan. Yo xazayini o'lib ketgan. Undan hech kim qaramay qo'ygan bu uylarga. Hozir maytda bir qo'shni odam bilan gaplashdim. Ki yasha, hech kimga kerak emas. Qulfini buz, agoratini ek. Hech kimga kerak emas bu. Negasi yo'q, tashlab ketgan, kelmaydi deyapti. Bolalari kimligini bilmayman deyapti. Qayda yashaydi? Moskvadami? Yoki kelmay qo'ygan deyapti. Mana uni u ham bo'lmish turibdi, mana shu ham kerak emas deyapti. Kelib yasha deyapti. Teplitsa qil, dehqonchilik qil deydi. Mana mashta ham bitta uy turibdi, kerak emas, zabroshonni deyapti. Tashlab ketgan egalar deyapti. Men adresini ham bilmayman, kimligini ham tanimayman deydi. Mana u orqa tomonda bir narsa kuxnalari, letniy kuxnalari turibdi. Lekin hech kim yashamaydi. Tashlab ketilganmiz ham, davno tashlab ketgan vaqtda deyapti-yu. Bitta chol bor ekan. O naroda. Shunaqa. Bu ichkarini ko'rishda iloji yo'q, eshiklar qulf. Mana hovlisi. Devordoshi bir ko'rsatib qo'yay. Mana shunaqa joylar tashlab ketilgan, ko'ryapsizlarmi? Quyosh sal xalaqit qilmayapti. Lekin odam yashaganga ham o'xshadi. Zato hech kimga kerak emas turibdi-da bu uylar. Mana yana bitta shunaqa keraksiz uylar. Hech kim yashamaydi. Mana. Bo'sh turibdi. Kakkular ovozlarini qaranglar, chiroyli. Uylar 50-60 yil yashasa bo'ladi bu uylar. Endi ozgina remont talabda. Lekin yo'q bu yoqqa qarab yashasa bo'ladi. Kimdir kelib ketib turadi shekilli mo'ljallarda. Yozda kelib. Mana quduq. Suvi bor shuni. Ha, shunaqa gaplar mana shu mahallada. Hamma yoq sokin. Jimjitlik. Hech kimga kerak emas uylarni ko'rsatib qo'yay. Uning ichida hamma narsalari qolib ketgan. Hech narsasini olib ketishmaydi. Mebelmidi, divonmidi, hamma yo'q qolgan. Ajoyib joylarga kelib qoldim. Juda mazza, toza havosi, havolari zo'r.
manzaralarini ko'rib, ko'zing quvnaydi, lekin odam jimjitlik uchun sal zerikar ekansan. Hali shaharda yashab yurgan odamga sal qiyinroq ekan.